2025 bes probeg akalar 89 million so'mga. Bo'lsa juda ham emblemalari bilan yonib beradi. Onyx olsa bo'ladi 242 million atrofida, lekin Onyx ga qaraganda vida ancha chiroyli. Voy! Hozir Onyx o'rniga bosib olishsa bo'ladi demoqchisiz, to'g'rimi? Da, Onyx o'rniga olishsa bo'ladi. O'zbekistonda o'zimizda ishlab chiqarishi boshlandi. Avtoolami nomidan keladigan obunachilar uchun har doim bizda maksimal darajada bonuslar qilib beramiz. Undan tashqari mana yoqayotgan paytingizda bezopasnosti ham bor, tegsa qaytadi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Avtoolam obunachilarni anchadan beri ko'rmayotgandik, lekin bugun Asqonaga ko'rib kayfiyatim ham ko'tarildi. Asqonaga assalomu alaykum. Qanday O'zbekistonda o'zimizda ishlab chiqarishi boshlandi. Sizga aytganingdek, sizda yangiliklar bor edi. Buni boshqa videolarda ko'rib bo'lishganlar, allaqachon boshqa avtomobillarimizni reklama qilishdi, lekin bilasiz, Avtoolam nomidan keladigan obunachilar uchun har doim bizda maksimal darajada bonuslar qilib beramiz. O'zbekistonda yig'ilishiga sabab nima degan bo'lsangiz, narx jihatidan oldingisidan ancha arzon. Narx jihatidan juda qulay. Bu Bestium B70 2025 restyling yangilangan versiyasi. O'zbekiston sborka va O'zbekistonda yig'iladigan versiyasi. Mashina vobshe bomba. Tashqaridan qarang, mana videoni qarang. Turishini qarang-da. 1.5 litrli turbina. Hozir xarakteristikasi hammasi bo'yicha ma'lumot beramiz. Narxlarini ham, to'lovlarini ham to'g'risida informatsiya beramiz. Qarang, kichkina savol, mijozlar ko'p kommentarlarni o'qiyapman. Qaysi model O'zbekistonda yig'ilyapti? Narxdan arzon vositalar. Birinchisi aytaman, Bestium B70 2025 restyling. Ikkinchi modelimiz xuddi shuni, narx jihatdan bir xil, lekin shahar ya'ni bilasiz, bizanikilar sedandan zeriksa, mana bunaqa versiyalarni ko'rishadi. Ya'ni городской bo'lgan mini crossoverlar desangiz ham bo'ladi. 5 kishilik variant. Nimaga? Sabab 7 kishilik jetavlarimiz olsa, bu kichkina, lekin mana sedanlarning ichida bu ham yaxshi variant. Navrot zo'r. Bu ikkinchisi. Uchinchisini ko'rsataman. Mana bu yerda Dongfeng kompaniyasining Mage degan avtomobili, 1.5 litrli bu ham turbina dvigatel. Bu lekin ishoning, Navrotning o'ziga hozir video davomida bitta to'xtalib o'tmasangiz xafa bo'laman, lekin Navroti anchagina yaxshi. Sabab men buni o'zim qo'yib reklama qilgan paytimda Navrotini ko'rib, xuddi shunaqa segmentda 270 millionda narxi. Xuddi shunaqa segmentdagi mashinalarni ko'rib, bitta paysalarni solishtirganda men ancha arzon chiqdi. 4-inchisi o'zimiz sinovdan o'tdi. iLost Shine. Bu mashina 2023-yildan beri O'zbekiston bozorida bor. Dongfeng kompaniyasining Shine modeli. Bu 1.5 litrli atmosferli hamda turbina versiyalar bo'lgan. Ya'ni uni qatdan ajratasiz. Birinchi ajratadigan joyingizda avtomobil ichki saloni oranjli bo'lsa atmosferli, agar sariq rangdan iborat bo'lsa turbina komplektatsiya bo'lar edi. Mijozlarimiz mana qarang. Bu atmosferli komplekt, ya'ni benzin tanlamaydigan versiyasi. Mijozlarimiz so'rashdi, atmosferni ham, so'chim biz oldin olib kelganlarimizni Prostora paysalari ham kelgan edi. Bu endi 360 bor. Hamma navorati borli. Oldingi pozitsiyadan farq qilib 360 gradus kamerasi bor. Undan tashqari orqasida o'zini spoilerlari ham bor, zavodskoy spoilerlari bor. Buni ham video davomida kursda alohida to'xtalib o'tamiz. Qisqacha narxlarini ham, informatsiyalarini ham, to'lov shartlarini ham bizga albatta Nurmuhammad yordam keladi. Hozir Nurmuhammad bilan sizga hamma modellarni tushuntirib o'tamiz. Nurmuhammad, bu yo'lga syomkani siz bilan davom ettiramiz. Narx-navo haqida batafsilli jigar o'zingiz ma'lumotni berasiz. Tekmisiz? Xo'p, bir boshdan tushuntirib ketamizmi? Xo'p, bir boshdan ko'rsatib o'tib ketamiz. O'zbekistonda o'sha sborkasi boshlanayotgan boshlangan modellar, ya'ni sedan modelimiz Bestium B70 1.5 turbinali komplektatsiyasi bo'ladi. Oldin komplektatsiyasiga qaraganda oldi ko'rinishda dizaynlar o'zgargan, yangicha o'sha restyling logotiplarda chiqarilgan. Xo'p, 1.5 turbina 169 soat kuchi bo'ladi. Rasxodlar shahar sharoitida 8 ta, dalnida yuradigan bo'lsa 6 tagacha rasxod qiladi. 92 hamda 95 benzin quyiladi. Ha, 92 dan yuqorisi, da. Salon ichki interyerlarida ham o'zgarishlar bo'lgan, ya'ni bu yoq tomonda mana selektorlarimiz dizayni kichkinalashgan. Ya'ni oldingisiga nisbatan skromliroq ishlangan. Bu yoqda rullarimiz o'zgargan. Undan tashqari monitorlarimiz rus tilida bo'lgan. O'zbekistonda sborka bo'layotgani hisobiga. Yana bitta zo'r tomoni, oldingi 1.5 lik komplektatsiyasida avtotormojeniya, adaptivniy cruise control, palas udержания yo'q edi. Shu navrotlar bunisiga qo'shilgan, ya'ni restyling paysalasiga qo'shilgan va narxi 256 million bo'lgan. Ya'ni oldingi komplektatsiyasiga qaraganda narxi 70 million yoki adashmasam 69 million atrofida arzonlashgan. 69 million taxminan 69 va 70 million atrofida arzonlashgan. Lekin mashina dizayni juda ham chiroyli ishlangan. Vid tomonlama bu narxga bozorda misol uchun o'zimizning GM mashinalaridan qaraydigan bo'lsangiz,
Onyx olsa bo'ladi, 242 million atrofida, lekin Onyx ga qaraganda vida ancha chiroyli. Voa! Hozir Onyx o'rniga bosib olishsa bo'ladi demoqchisiz, to'g'rimi? Da, Onyx o'rniga olishsa bo'ladi. Motorlarni ham bitta ko'ramizmi, Nurmuhammad? Nima deysiz? Motorlari mana hozir ochib ko'rsatamiz. Xo'p, bunga garantiyasi qanaqa bo'ladi? Garantiyalari 3 yil yoki 100 ming. Mashinaning eng glavniy narsalari motor, korobka, multimedia elektronikasiga beriladi. 3 yil yokida 100 ming kilometr. 3 yil yokida 100 ming. 1,5 turbina dvigatel. 1,5 turbina. Zo'r. Ot kuchlari ancha ko'p. Yurishlari, mashina o'zini upravleniyasi ancha juda ham yaxshi his qiladi haydaganinglarda. Agarda yo sal kattaroq kerak deydigan bo'lsanglar, bu yoq tomonda 577 si bor. Mijozlarimizni ko'rsatdi. Bu ham 1,5 turbina komplektatsiyada bo'ladi. Faqat o'sha logotipi 500 o'sha eski logotipidan bo'ladi. Bu trekkerlarning razmerdagi mashina hisoblanadi, lekin trekkerlardan ancha yaxshiroq, bo'lib salonlari sal kengroq bo'lgan model hisoblanadi. Buni ham narxi 256 million 555 xarid qilmoqchi bo'lgan mijozlar uchun taklif o'rtoqroq etsak bo'ladi. Uni o'rniga mana shu modelni ham xarid qilishsa bo'ladi. Narxi necha pul chiqadi, Nurmuhammad buni? 256 million so'm buni narxi. Agar kelib ko'rib, so'zini bemalol tanishsa bo'ladi. Salon ichki interyerlari juda ham chiroyli ishlangan. Bu yerda mana o'zining kozirovkalari. 360 gradus kamera, sidena abagrev, cruise control, panorama, lyuk, hamma navrotlari bor. Hamma navrotlargacha bor. Xo'p, panorama tomon bor do'stlar, sportivniy sidena ko'rayotganingdek. Xullas 2025 5 probeg 0 holatda. Da, 2020. Bu уже zavodga kirib keldi. Уже zavodga kirib keldi Xitoydan hozir dokumenti bilan, ya'ni o'sha sborka jarayonlarining ayrim bir qismlari ketyapti. Undan keyin уже taxminan birinchi partiyasini 5-noyabrgacha tarqatib yuboramiz, birinchi partiyasini. Birinchi partiyani o'zini. Da, birinchi partiyasini taxminan shu 5-noyabrgacha tarqatamiz. Ikkinchi partiyasi где-то 10 bilan 15-noyabr oralig'iga tarqatiladi. Voy, gap yo'q. Bularni rassrochka qilib olmoqchi ketsa bo'ladimi? Yo'q, bularga aka naqd yoki avtokredit orqali xarid qilishsa bo'ladi. Lekin men bu modelni turishini qarang, akalar. O'ta ham deriski bor, Ailis. Ailis Mesh degan bu hali bu modellar, misol uchun bundan oldin ikkita ko'rsatib o'tib ketgan modelimiz oldin sotgan edik. B70 siz bilan obzorini ham qilganmiz. T77 ni 21-yil olib kelgan paytimiz uni ham obzorini qilganmiz. Lekin bu model уже rynokda yangilik, ya'ni Ailis Mesh. Bu L7 si bo'lardi. Dongfeng L7 u gibridniy variantda bo'lardi, ya'ni aralash siklda bo'lardi. Bu 100% benzin, 1,5 turbina, 197 ot kuchi bo'ladi. Ruchkalari mana shu kuzovdan chiqib turadi. Yurgan paytda kuzov ichiga kirib ketadi. Salon ichki interyerlari qora qilib ishlangan. Juda ham hadovoy chastlari yumshoq, tortishlari zo'r bo'lgan mashina. Pamять sidena deysizmi, sidena abagrev, rul abagrev, bu yoq tomonda slipoy zona, bundan tashqari avtotormojenalari ham bor. Zo'r tomoni, bundan oldin ikkita ko'rsatgan mashinamizning bagaji ruchnoy ochilib yopiladigan bo'lsa, bunda elektronniy bo'ladi. Ha, bagajlarga ham lift bo'lar ekan-a? Da, narxi 273 million. 273 million so'm. Mana. Undan tashqari mana yopayotgan paytingizda bezopasnosti ham bor, tezda qaytadi. Bagajlari ham ko'rayotganingizdek ancha keng. Yukxonasi ham anchagina keng. Yukxonalari ancha keng. Videoda ko'rayotgan modellarni hammasini 1 yildan 5 yilgacha avtokreditga yoki naqdga olishsa bo'ladi. Kredit istoriyalari toza bo'lsa, xohlasa bir kun ichida ishligini bitirib beramiz. Agar yo'q, buni narxi sal qimmatroq, budjetliroq variant kerak deydigan bo'lsa, mana bu o'sha Dongfengni Ailis Shine'ni, ya'ni 1,5 atmosferniligini full komplektatsiyasi bor. Nimaga full deyapman? Chunki bundan oldin komplektatsiyalarda shu orqa tomonda mana ko'rsatsiz, mana spoilerlar yo'q edi. Bundan oldin komplektatsiyasi qo'shimcha qo'shilgan narsalar spoileri, undan tashqari 360 gradus to'liq kameralar qo'shilgan, ikkita oldi sidenasiga podogreflar qo'shilgan. Eng zo'r tomoni narxi 206 million so'm. Monitorlari sensorli, to'laqonli rus tilida bo'ladi. Biz uchun kerak bo'ladigan bu yerda o'zining lyuklari ham bor, rullari ham elektronniy, undan tashqari cruise kontrollari ham bor. Cruise kontrollargacha bor. Zo'r tomoni bu mashina 1,5 atmosferniy, unaqa kaprizniy emas, rasxodlari realniysi. Mana yaqinda o'zimiz ham bolalar Jizzaxga haydab borib kelishdi. Hop, 6,5 litrgacha rasxod qildi, maksimalnisi. 7 litr? 6,5. Voy. 6,5 litrgacha rasxod qildi. Zo'r tomoni bu sedan bo'lsa ham o'sha Jizzaxga haydab borib kelishgan paytda teglari tegib qolmadi, hadovoyi o'zini juda ham zo'r tutib berdi.
Qarang, metan o'rnatsa bo'ladimi bu? 1,5 atmosferniy bo'lsa. Hamma narsa qo'shsa bo'ladi. Agar o'zimizdan servisdan qo'yadigan bo'lishsa, garantiya ham saqlanib qoladi. Garantiyasi ham saqlanib qoladi. Necha pul to'lov bilan uchib ketsa bo'ladi? Buni garantiyasi 3 yilga 100 ming, ya'ni mana shu ikkalasining garantiyasi. Bu taxminan 62 million, 63 millionlar atrofida chiqadi. 62-63 million, ha? Da, aynan mana shu iOS Shine mashinasi 62-63 millionlar atrofida chiqadi. Oylik to'lov adashmayotgan bo'lsam 5 millionga bormay 4 million 700 lar atrofida botdi. 5 yil uchun. 5 yilga. Ha. Bu necha pul bilan chiqadi? Bu taxminan 88 yoki 89 edi. Agar adashmayotgan bo'lsam, ya'ni pastda shu nomerlarni qilishsa, batafsil o'sha grafikni ham tashib beramiz. Mana men bilan 30% где-то 89 million, 88 million atrofida botdi. Oylik to'lov 5 million 300, 5 million 400 dan tushyapti 5 yil uchun. 89 million so'm to'lov bilan. Da. Sug'urtalari o'shani ichida. Hammasi ichida bo'ladi. Hammasi ichida, bitta nomer rasxodligingiz qoladi. 2025 bez probeg akalar 89 million so'mga. O'sha juda ham emblemalari bilan yonib beradi. Svetlari juda ham chiroyli turadi. Hamma zapchastlaridan bor, ha? Hamma zapchastlaridan bor. Endi ayrim bir kam talab bo'ladigan zapchastlar bo'lmay qolgan taqdirda 10 kundan 15 kungacha o'sha zadeshkasi bo'ladi, olib keltirib beramiz. Agar qaysi mashina misol uchun bir xilli ko'proq to'laydiganlar bor, misol uchun 150 million, 140 million to'laydiganlar bor. Unda oylik to'lov necha puldan tushadi deydiganlar bo'lsa, pastda o'sha nomerlarni qoldiramiz. O'shalarga telefon qilishsa, batafsil o'sha oylik to'lovlari necha yilga olishligiga qarab hisoblab tashlab beramiz. Gap yo'q. Nurmuhammad, ma'lumotlar uchun sizga katta rahmat. Salomat bo'ling.